Assalomu alaykum. Bugun sizlarga bolalarda kech aniqlanadigan genetik kasalliklarni ota-onalar uchun 7 ta belgisi haqida gapirib o'tamiz. Bu belgilar orqali bolangizda kasallikni erta aniqlash mumkin bo'ladi. Bu belgilarni bilish bir bolaning hayotini saqlab qolishi mumkin bo'ladi. Ko'p ota-onalar bolalariga e'tibor bermaydi. Yaxshi o'syapti, yaxshi rivojlanyapti, o'zi shunaqa bo'ladi, sani akang ham shunaqa bo'lgan yoki dadasi ham shunaqa bo'lgan fikrlar bildiriladi, lekin bu xato. Ko'p ota-onalar bolasini yaxshi o'syapti deb o'ylaydi. Ammo bilasizmi, asosiy nasliy genetik xavfli kasalliklar bolalarni 1-2 yoshidan keyin boshlanadi. Xo'p, bizda savol tug'iladi, genetik kasalliklar nima uchun kech aniqlanadi? Bunga biz doim javob beramiz bemorlarga. Ya'ni genetik kasalliklarni o'z chiqish muddati bor, ya'ni gullash muddati bor. Ya'ni qaysidir genetik kasallik 2 oylikda tug'ilganda chaqaloqlikda boshlansa, qaysidir genetik kasallik 1 yoshda, qaysidir genetik kasallik 10 yoshda, qaysidir genetik nasliy genetik kasallik 15 yoshda, 25 yoshda, 35, hattoki mana Alzheimer, Parkinson degan kasalliklarimiz bor. Yoshi katta 65-70 yoshga kirgandan keyin ham bu nasliy genetik kasalliklar paydo bo'lishi mumkin bo'ladi. Ya'ni har bir genni faoliyatidan kelib chiqib, shu genni faoliyatini buzilishi turli xil yosh etaplarida namoyon bo'ladi. Shuning uchun biz doim aytamiz, asosiy nasliy genetik kasalliklar hayotini 1-2 yoshidan keyin boshlanadi. Ya'ni xavfli genetik kasalliklar deb aytib o'tamiz. Bu holatlarda asosiy muammosi, ya'ni genni o'sha yoshga yetib faoliyatini buzilishi. O'zi gen faoliyati yaxshi bo'lmagan, lekin o'sha yoshga yetganda umuman funksiya bajarmaydi. Shuni natijasida genetik kasalliklar kech vaqtida aniqlanmaydi. Xo'p, bu yerda biz birinchi belgi haqida gapirib o'tamiz, nutqning kechikishi. Bizda ko'p ota-onalarda bo'ladigan muammo, akang ham 4 yoshda gapirgan, seni amaking ham 5 yoshda gapirishni boshlagan degan vajlar bilan odatiy hol deb qabul qiladi va bolada nutq kechikkanligini biz kech aniqlaymiz. Siz bolangizga e'tibor bering. Bolangiz 2 yosh gapira olmayaptimi? O'z fikrini izohlanmayaptimi? Siz bergan qisqa savollarga javob bera olmayaptimi? Demak, biroz nutqi orqada qolayotgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu nutqni yetishmovchiligiga olib keluvchi sabablar o'zini genlari, FOX1 va boshqa genlar bo'lishi mumkin bo'ladi. Va ikkinchi belgi, bosh o'lchamidagi o'zgarishlar. Biz oldingi videolarda boshni qanday o'lchash haqida aytib o'tganmiz. Va boladagi boshning razmerini tengdoshlaridan orqada qolishi yoki bo'lmasam tengdoshlariga nisbatan boshning katta bo'lishi bu qaysidir nasliy genetik kasallikni belgisi bo'lishi mumkin bo'ladi. Va uchinchi belgi, bu tana mushaklarining bo'shligi, harakatlarining sustligi bilan namoyon bo'ladi. Biz bu yerda bosh tutishi 3 oylikgacha, o'tira olishi 7-8 oylikgacha, yura olishi 1,5 yoshgacha kutiladi. Agar biz aytayotgan muddatlardan bola kech qolayotgan bo'lsa, ya'ni o'tirish kech qolyapti, bosh tutish kech qolyapti, yurish kech qolayotgan bo'lsa, demak sizni bolangizda bo'sh bola sindromi, ya'ni harakatdan orqada qolishi, mushaklar to'g'risi past bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu belgilar ham qaysidir nasliy genetik kasallik, masalan, sima, Duchenne yoki boshqa nasliy genetik kasalliklarning belgisi bo'lishi mumkin bo'ladi. Sizni tanishingizda qaysi nasliy genetik kasalliklar uchragan, bu haqida kommentariyalarda yozib qoldiring. Va 4-belgi, titroq, qaltirash, cho'chish, uchish va paroksizmlar, ya'ni noodatiy harakatlar. Bular ham nasliy genetik kasallik, epilepsiyani qaysidir nasliy formasiga ishora bo'lishi mumkin bo'ladi. 5-belgi, xuddi insultga o'xshash holatlar, ya'ni qo'l va oyoqlarda o'tib ketuvchi harakatlarning buzilishi, bosh aylanishi va sababsiz hushdan ketishlar. Bu ham nasliy genetik kasalliklarning sababi bo'lishi mumkin bo'ladi. 6-belgi, bu
barcha belgilar kompleks kelishi, nutqda orqada qolishi, harakatda orqada qolishi, yurishda orqada qolishi, gapirishda orqada qolishi, muloqotda, atrofdagilarga e'tibor berishda orqada qolishi, kognitiv faoliyatlarda buzilishini bu hamma belgilar bir bo'lib nasliy genetik kasallikni belgisi bo'lishi mumkin bo'ladi. Va oxirgisi 7-chi belgi bu yuz, barmoq, qo'l, ko'z, tish, quloq va shunga o'xshash tana a'zolarining anormal, noto'g'ri shakllangan bo'lishi. Ya'ni biz buni o'zimizni tibbiy tilda aytamiz, stigmlar. Ya'ni burunni noto'g'ri joylashi, ko'zni shaklini boshqacha bo'lishi, quloqni katta bo'lishi yoki kichik bo'lishi, qoshni yo'g'on bo'lishi yoki ingichka bo'lishi, qoshni bo'lmasligi, terida tuklarni kam bo'lishi, ko'p bo'lishi, tishlar chiqmasligi yoki tishlarni sonini ko'p bo'lishi yoki bo'lmasa tishlarni to'kilib ketishi muddatidan oldin va barmoqlarda sindaktiliya deymiz, ya'ni jup bo'lib yopishishi, polidaktiliya deymiz, barmoqlar sonining ko'p bo'lishi, braxidaktiliya deymiz, barmoqlari kalta bo'lishi, bular hammasi nasliy genetik kasalliklarning stigmalari hisoblanadi va nasliy genetik kasallikka ishora beradi. Qachon genetik mutaxassis kerak bo'ladi? Shu 7 ta belgini qaysi birlari kuzatiladigan bo'lsa, sizga albatta genetik mutaxassis va genetik panel kerak bo'ladi. Shuning uchun agar sizda shu muammolardan qaysi biri kuzatilayotgan bo'lsa, genetik shifokorga, neyrogenetik shifokorga murojaat qilgan holatda savollaringizga javob topishingiz mumkin. Videoga like bosing, obuna bo'ling va ushbu ma'lumotlarni yaqinlaringizga uzatib qo'ying. Chunki birgina ma'lumot bir bolaning kelajagini o'zgartirishi mumkin bo'ladi.